Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'rtoqlar. G'aybulla Tursunovni topdim. Yanına keldim. Sizga aytsam, bir salomlashing. Assalomu alaykum azizlar. Hormanglar. Charchamayapsizlarmi? Kelayotgan bayram muborak bo'lsin barchalarga. Rahmat. G'aybulla aka, men Xorazmda millatim bo'lmasin, mana shu ko'rib turgan yurtdoshlarim bilan birgalikda xayr ehson qilib uy tiklayman-da. Ha. Qiynalgan, uyim yonib ketdi deb allab qilarganlar. Yo'q, astag'firullah, yo'q, unaqa emas. Boshlab yubormaysizmi o'zi? Yo'q, unaqa. Millatimiz mana shu paytgacha 10 ta joy tuzatganmiz. Barakalloh. Ehson barakalloh. Oxirgi ehsonimda Hamza Brat degan, Hamza Kazak degan odamni uyini tuzatdik, insult bo'layotgan inson edi. G'aybulla Tursunov janonani bir ovozini eshitsam bo'ldi deb shunaqa pramo efirda adminga qo'ng'iroq qildik. Hamza aka. Hamza aka bilan birgalikda qo'ng'iroq qildik. Lekin sizni uxlab yotibdi dedi. Lekin qaradik, siz pramo efir qilib o'tirgansiz. O'shanda e'tibor qilasiz. Hamma Nodir Vafo deb hamma yozdi efirda o'sha paytda. Esingizda bormi yo'q? Juda ko'pchilik yozishdi. Nodir Vafo, Xorazmda Nodir Vafo deb. Esladim. Bo'ldi. Sizniki edi o'zi. O'zi ko'p bo'lmadi bu. Oshpaza 10-15 kun bo'ldi bu gapga. Yo'q, 15 kun o'tdi. Ha, siz bilan gaplashdimmi? Mana o'rtoqlar ikki bola ekan. Bu bola bizning kanalimizga ham kirib ko'rdi. To'g'ri kirib ko'rdingizmi? Efir ham kirib ko'rdingiz. Efirimizda o'tirgan odamlar ham ko'rdingiz hammasini. Xo'p, va nihoyat G'aybulla Tursunovni biz topdik. Va xudo xohlasangiz sog'mi? Odam bilan ko'rishamiz. Albatta. Bu inson o'zlariga o'xshagan inson ekan. Kibr bir yo'q, o'rtagan bo'linglar. Xorazmcha buncha tushunmay tez so'rasa tushunmayman o'rtoqlar. Shuning Xorazm birinchi kelishingizni? Birinchisi men kelganman. Uchinchisi menimcha. Ko'p kelganman. Mehmonga kelganman ko'p. Xo'p, yangi yil tabriklari ikki og'zim yurtdoshlarga. Birinchi o'rinda Hamza akaga Alloh ishlariga rivoj bersin, sog'lik salomatlik tilayman va barchalarni kirayotgan 2026-yilda oilalarga fayz barokat tilayman. Yaxshiliklarda, yaxshi kunlarda ko'rishni nasib etsin inshaalloh. To'ylar qilinglar, qurgan kunlar bo'lsa faqat xursandchilik tilayman. Umringiz uzoq, taninglar sog' bo'lsin. G'aybullaga shu Hamza og'amiz uchun mana shu jonona qo'shiqingizni yaxshi ko'rib, bir kuplay ijro qilib bering. Hamza og'a siz uchun. Yuragim to'ldi mani, bu qalbim o'ldi mani janona. Ko'zlarim to'ldi mani, shu dardga qoldi mani janona. Ishonib senga qara, aldanib qoldi mana janona. Kutganim bo'ldi yolg'on, sevganim xatodir janona. Hamza og'a sog' bo'ling, yaxshi ko'rishaylik. Oxirgi antikvarning savolim. Qaysi san'atkorlar? Bu san'atkorlar bilan ko'p intervyularim bor meni Xorazmda. Oxirgi savolim. G'aybulla Tursunovni krediti bormi? Kreditim juda ham qo'llash boringlar. Xo'p, karta raqamlarni yozib qo'ying. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p. Sizlarning ijodlaringizga omad. Rahmat. Xo'p, Xorazmga telefon qo'yib kelasizmi? Inshaalloh. Admin nomer 98-177-0102. Instagramda bor. YouTube aka. YouTube professional. Defo o'rtoqlar. G'aybulla Tursunov aka bu ijodlarni omad, xudo xohlasa kelajakda zo'r kontentlarni chiqarish nasib qilsin. Ha, yana bitta ko'pchilik qiziqtirgan savol. Uylanganmisiz yo'qmi? Конечно. Uylangansiz. Adushi. Arkayam bo'linglar, qiz bezda etmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Adushi.